Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli va bizni qadrlaydigan aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Rayhon, bilasizmi, nega mana shu zinadan har doim chiqaveramiz? Liftdan chiqsak bo'lmaydimi? Chunki bu bizni o'zimizga xos odatimiz. Ha, odatlarimiz. Demak, biz tongdan badan tarbiya bilan boshlayapmiz. To'ppa-to'g'ri. Dasturimiz bu juda ham yaxshi odat men. Aziz yurtdoshlar, yangi tong muborak. Shirchoy har doimgidek siz bilan. Aziz yurtdoshlar, ushbu dastur faqatgina sizlar uchun. Yana bir marta qaytaraman, faqatgina sizlar uchun. Agar mabodo ko'rolmay qolsangiz, yo bo'lmasam chalg'ib qolsangiz, keyingina qilib xafa bo'lish yo'q. Obbo, mayli. Asosiysi biz ishni boshlab oldik. Odatga ko'ra bu kun maslahatning boshlanishi edi. Qolgani esa ekraningizda. Marhamat. Marhamat. Men kunni juda ham erta qarshi olaman. To'g'risini aytsam, oldin juda uyquchi bo'lganman. Soat 10 da 11 da uyg'onardim, lekin kasbim tomonlama, umuman yashash turmush tarzim tomonlama bu narsa menga ortiqchaligini tushunib yetganman va sekin-sekin 10, 9, 8, 7 qilib hozir kamida soat 5:30 da uyg'onishga harakat qilaman. Men juda ham yaxshi maslahat bergan bo'lardim. Endi buni hamma ham biladi. O'sha 9, 10 lardan boshlab uyquga yotish harakatini qilsanglar, hech bo'lmasa 10-11 dan boshlab eng ko'p kuch olinadigan payt va 3-4 soat uxlasangiz ham u sizga kun mobaynida yetadi. Bugun 8-oktyabr, haftaning seshanba kuni. Ushbu sanada qanday voqeliklar sodir bo'lganligi haqida sizda qiziqish bo'lsa, baralla aytamiz. Marhamat, boshlang. Shunday davlatlar borki, ularning nomlari borki, shunday ma'nolarga egaki, u juda ham bir ajoyib ma'no va kulgili bir so'zlarni kelib chiqaradi. Mana misol uchun Barbados degani soqollilar degan ma'noni anglatar ekan, Italiya degani esa buzoqchalar o'lkasi degan ma'noni anglatar ekan. Nepal jun bozori degan ma'nolarni anglatar ekan. Juda ham qiziq va hayratlanarli. Namibiya degan davlatni eshitganmisiz? Eshitganman. Bu so'zning ma'nosi esa hech narsa yo'q joy degan ma'noni anglatar ekan. Va bugun bu yerda daraxtlar ekish kunini nishonlashmoqda. Juda ham to'g'ri qilishibdi. Bo'lmasam hech kim hech narsa o'smaydigan joy bo'lib qolaverardi. O'zgarish kerak albatta. Bugun Rossiyada yer osti va yer usti qo'mondonlar kuni ekan. Ha, yoshligingizda havas qilgan kasbingiz ekanda. Qarang, havaslar yetaklar ekanda, o'ylagan yaxshi niyatlaringizga yetar ekansiz. Mana bugun Shirchoy dasturini qo'mondoni bo'lib o'tiribman. Hey, undan ko'ra bayramni nishonlayotgan odamlarni tabriklab qo'ying. Ura! Rayhon, maoshingizni oldingizmi? Yo'q. O'zim ham shuni kutyapman. Tinchlikmi? Shu pul kerak edi-da. Bugun choyxonamiz bor edi. Uni ustiga gapimiz ham bor. Shunga qatordan kam bo'lmay degandim-da. Shunga pul so'rayapsizmi? Choyxonalaringiz ham bor bo'lsin-e. Me'yor ham kerak deb Baxtiyor aka. Men ham shuni aytaman-da, hozir janoblar uchun sahifasida aynan gapdoshlarim uchun choyxona mavzusini ko'tarmoqchiman. Nahotki? Tomosha qiling. Mayli. Choyxona, jonon choyxona, tunlari bedor choyxona. Choyxona, go'zal choyxona, ayladi xumor choyxona. Do'stlar, diqqat qiling. Bugun choyxona haqida gaplashamiz. Erkaklar ma'lum muddat oralig'ida tuziladigan dasturxon atrofida to'planadigan joy yoki voqea choyxonadir. U bir nechta maqsadga ko'ra uyushtiriladi. Birinchi maqsad bir xil belgilangan muddatda ma'lum miqdordagi summa almashish maqsadida uyushtiriladi. Bu ziyofat xalq orasida gap deyiladi. Ikkinchi maqsad kimdir hayotida erishgan qaysidir yutuqni nishonlash maqsadida o'z do'stlarini to'playdi. Xalq orasida bu holatni yuvib berdi deb ishlatish urfga aylangan. Uchinchi maqsad do'stlar o'zaro diydorlashish maqsadiga ko'ra dasturxon atrofida to'planadilar. Demak, choyxona jarayonlari insonlar o'rtasidagi o'zaro do'stlik va hamjihatlikni ta'minlaydi.
Choyxonada qandaydir maslahatli ishlar muhokama qilinadi. Gapdan tushgan mablag'lar esa kimgadir foyda keltirishi mumkin. O'rtoqlar, yangi kiruvdagi gap pulini birinchi bo'lib menga bersanglar. Choyxona bazm doirasida ayrim muhokamali masalalar ham bor. E'tibor qarating. Yo'q, men tushunmadim. Nega endi birinchi gapni Bahodir olar ekan? Biz ham reja qilgan ishlarimiz bor, o'zimizga yarasha. Men ham shu pulni mo'ljal qilib qarzga mol olib qo'ygan joyim bor. Ha, men ham yangi mashina olaman deb turgandim. Har nima shu gapni pulini qo'shaman deb. Ba'zan choyxonadagi erishlar, gap orasidagi mablag'lar kimningdir moddiy sharoitiga to'g'ri kela olmaydi. Sodiq akang bu safar qo'shila olmas ekan. Bir kuring men siz o'tirib turinglar dedi. Xarajat ko'payib ketibdi. Mana shu vaqtda ularni tushunish o'rniga ba'zan ta'na qilamiz. Ey, unaqa qilmaylar endi. Voy. Sharoit ko'tarmasa, qurg'uga qo'shilib tursa bo'ladi, to'g'rimi? Yoki bazmlarning me'yordan o'tishi qandaydir axloqsiz xatti-harakatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Endi seni xotiring ovsar bo'lsa bizda ham ayb. Sen kimni xotinni o'sar deyapsan? O'zing shunaqa deyapsan-ku. Qo'ysanglarchi. O'zingni bos. Bo'ldi. Nima pul faqat senga? Men xotinimni Qo'y. Shunga shunchami qo'ysanglarchi. Kim o'zlariga dasturxon tuzash holatlari esa jamoadagi qaysidir do'stimiz uchun og'irlik qilishi haqida o'ylang. Qadrli janoblar, choyxonalarda ham madaniy munosabatlar muhim o'rin egallaydi. Siz dasturxon atrofidagi do'stlaringiz bilan diydorlashish, ular bilan samimiy suhbat qurish orqali hayotdagi qaysidir muammolaringizni unutish haqida o'ylang. Axir sizning maqsadingiz faqatgina ovqatlanish emas-ku, to'g'rimi? Voy tavba. Ha? Mana bu jurnalda yozishicha, odamlar qandaydir daraxtga borib, tinmasdan duo qilishayotganmish. Nima? Shunaqasi ham bo'lishi mumkin ekan. Mana yozib qo'yibdi-yu. Ayniqsa bu odat ayollarimiz orasida juda ham ommalashib borayotgan ekan. Qiziq. O'z ziyoratgohlarga borishdan maqsad nima? Siz buni bilasizmi? Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilur deyishar ekan. Menimcha bugun ushbu mavzuda lavha tomosha qilsak kerak-a? Bugun emas. Qachon? Hoziroq. Marhamat. Inson yaralibdiki, turli qarashlar va qadriyatlar qurshovida yashaydi. Biz ba'zan hayot sinovlariga duch kelamiz va bu sinovni yengish uchun bilib-bilmay xato qilamiz. Xususan, xalqimizda ziyoratgohlarga borish juda urfga aylangan mashg'ulot. Biroq mana shu mashg'ulotlarni amalga oshirishda quyidagi vaziyatlar odamni taajjublantiradi. Birinchi vaziyat: marhumlarni xotirlash, ular haqiga duo qilish o'z o'rnida xayrli amal. Biroq marhum uchun nimanidir atab, undan nimanidir so'rash aqlga sig'maydi. Har qanday istak faqat Yaratgandan so'ralishi lozim. Ikkinchi vaziyat: ziyoratgohlarda aynan toshlarni o'pib, supurib, tavof olib nimanidir so'rash holatlari ko'zga tashlanmoqda. Bu ibodatning bir ko'rinishi emas-ku. Mana Zarkin buva qabrini ayollarimiz aylanib tavof qilmoqdalar. Har bir ustunni bir o'pib ham qo'yishyapti. Mana har bir ziradan chiqayotgan odam bunaqa sajda qilib chiqyapti. Uchinchi vaziyat: diniy qarashlarni o'ylab topish, daraxtlarga, buyumlarga qarab duo qilish holatlari sodir bo'lib turibdi. Bu bizning diniy qarashlarimizga mutlaqo zid-ku. Bu vaziyatlar diniy manbalarga binoan qattiq tanqid qilinadi. Bu xatti-harakatlar markazida ko'p holatlarda ayollar bo'lishadi. Ziyoratgohlar yoki maqbaralar farzand so'raydigan yoki dardiga shifo so'raydigan maskanga aylanishi to'g'ri emas. Bu so'rovlarni o'z uyingizda ham yoki ibodat vaqtida ham so'rashingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, diniy qarashlar borasida yangiliklar yaratishga urinmang. Bir ishga ahd qilishdan oldin tajribali yaqinlaringizdan so'rang. Taomilini biling, gunohlardan saqlaning. Zero Yaratganimiz bizni hamma joyda eshitadi. Rayhon. Mana sizning yaqinlaringiz Shirchoy dasturini ko'rishyapti. Sizga qanday gaplarni aytishyapti? Ularga yoqyaptimi? Albatta yoqyapti. Ayniqsa onamga. Onangiz Shirchoy dasturini ko'radilar. Oy, albatta. Axir bu mening onam. Ularga har bir ijodim qiziq. Bu juda ham yaxshi. O'ylab qarasak, bolani psixologiyasida onani roli juda ham katta. Shuning uchun biz farzandlar onajonlarimizni juda ham yaxshi ko'ramiz, sevamiz. To'g'ri. Biz bolajon onalar haqida juda ham ko'p eshitganmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Keling, hozirgi lavhamizda onajon bolalar haqida lavha tomosha qilsak. Ya'ni men haqimda. Men haqimda, ya. Marhamat.
Bolalikka bir nazar solaylik. Bizning butun olamimizni va tasavvurimizni ona egallagan davr. Biz onamizsiz daqiqamizni tasavvur eta olmaymiz. Shaxsiy doktorimiz, oshpazimiz, do'stimiz, yordamchimiz, ustozimiz. Shundanmi bolalar yig'lasa ham ona deb yig'lashadi. Biz uchun ona eng yaxshi, eng chiroyli. Hozir kichik bir eksperiment o'tkazishga harakat qilamiz. Bolalar stol ostiga bir nechta mashhur, go'zal ayollar tasviri qo'yilgan. Ular orasida bolalarning onalarini ham suratlari bor. Ko'ramiz, kim eng chiroyli degan savolga javoban bolalar qaysi suratni tanlashadi? Guvohi bo'ldik, onaning maqomi bolalikda qay darajada yuksak. Biroq ulg'ayganimizda bu mehr biroz kamayib borayotgandek. Axir avval quchog'idan chiqmasdik. Hozir ortiqcha erkalashi ham malol kelayotgandek. Avval qandaydir muammo chiqsa, onamizni qidirardik. Hozir ular bizni qidirsa ham tutqich bermaymiz. Qadrli bolalar va kattalar, ona doim bir maqomda. Barchamiz uchun bolalikda mitti yurakka siqqan muhabbat ulg'ayganda sig'may qolishi adolatdan emas. Qanchalik muhim haqiqatlar. Aziz muxlislar, bugun bolalar uchun sahifasiga maxsus mehmonimizni taklif qilganmiz. Qarshi olamiz. Bu mening onam nomli o'sha mashhur tarona ijrochisi, umidli xonanda Malika Ravshanova bugun studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Malika opa, mana shu taronangizdan kelib chiqqan holda sizga bir nechta savollarimiz bor edi. Endi bunday olib qaraydigan bo'lsak, har bitta bolani bolalik davridagi eng ko'p xotiralari, esda qoladigan voqealari ota-onasi bilan bog'liq bo'ladi. Sizni ham mana shu onangiz bilan aynan bog'liq bo'lgan, juda ham ko'p esga olib turadigan xotirangiz qanaqa bo'lgan? Xotiralar juda ham ko'p. Eng qiziq kulgilisini aytib beraymi? Ha. Mana onajon juda ham qattiq qo'l bo'lganlar-da. Juda ham qattiq qo'l bo'lganlar. O'zi hayotda unaqa emaslar. Mana endi katta bo'lib, nimaga shunaqa bo'lgansiz? Men sizlarni yolg'iz katta qilganman. Shuning uchun qattiq ushlaganman sizlarni erkalanib ketmasliginglar uchun deb. Chiroyli kiyimlar olib kelardilar-da. Bir xil. Singlim bilan ikkalamizga bir xil kiyim olib kelibdilar bir kun. Yomg'ir yog'ib, mahallada u tarafga o'tadigan joyimizda loy bo'lganda, qo'shnimizga maqtanishim kerak-ku, men uni borib ko'rsatishim kerak. Shunaqa yugurib ketayotganimda, yep-yangi kiyimda o'sha yerga yiqilib tushganman. Endi yig'lab qo'shnimga bor, endi onam meni hozir ushalla. Qarang, men sizlarga ko'rsatishga kelgandim, yiqilib tushdim.
yeteklab qo'limdan olib borganlar urushmang rosa qo'rqyapti voy o'z joni sog' bo'lsin bo'ldi kiyim deb mana shunaqa narsalar bo'lgan. Lekin biz bolalar onalarimizga qandaydir bir erkaliklar qilamiz yoki qandaydir bir narsalar sodir bo'ladiki, onalarimizni xafa qilib qo'yganimizni bilmay qolamiz bir qanchalar. Sizdan shuni so'ramoqchi edim. Farzand qaysi holatda o'z onasini xafa qilib qo'yishi mumkin? Farzandmi? Men o'ylayman, masalan men farzandlarimdan faqat e'tibor kutaman. Har bir ona qaysi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar farzandidan e'tibor kutadi. O'sha e'tibor bo'lmay qolgandagina xafa bo'ladi onajonlar. To'g'ri aytasiz. To'g'ri aytasiz. Malika opa, mana shu Bu mening onam taronasini ijro etganingizdan keyin ijodingizda nimalar o'zgarib ketdi? Bu taronani aytganimdan keyin birinchi o'rinda ismim yo'qolib qoldi. Ramziy ma'noda. Meni ismim hozir Bu mening onam. Demak, siz farzandlaringiz ko'p hozir. Yana xursand bo'lganim, qaysidir ma'noda o'zbegimni farzandlariga onajonlarini ko'ngillarini ko'tarish, xursand qilishda har kuni yonlarida turib, meni ham yordamim tegayotganidan xursandman. Lekin o'ylab qarasak, o'zbek shou biznesida har bir qo'shiqchini ona haqida qo'shig'i bo'ladi. Har birini qo'shig'i bor. Bir necha bora aytganlar ham bor. Lekin shularning ichida aynan sizni, ular ham juda ham yaxshi, lekin aynan sizni qo'shig'ingizni hozir sevib tinglashlari menimcha sizda qanaqadir bir ijodiy ruhiyat berayotgan bo'lsa kerak. Mana shu ruhiyatni o'ylaymanki hech ham pasaytirmaysiz. Biz bu qo'shig'ingizni ko'p eshitganmiz. Hattoki farzandlarimiz ham aytib yuradi, mening onam deb, lekin jonli eshitmaganmiz hali. Ha. Lekin jonli eshitmaganmiz. Lekin mana shu bir niyatimiz bor edi. O'ylaymanki, aynan bugungi dasturimizda ushbu niyatimiz amalga oshadi. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qush desa tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Rahmat. Ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Men ham ko'zimni oldiga onam kelib ketdilar. Shartta turib chiqib borib, shartta turib chiqib ketdim. Patirlarni olib, qaymoqlarni olib, albatta. Rahmat kattakon. Ana endi hammamiz birgalikda jonli eshitib oldik. Hozir esa mana shu taronani video klipi bilan birgalikda hammamiz tomosha qilamiz. Sizga esa tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Ijodingizga omad. Rahmat. Qadrli muxlislar, farzandlaringizni fotosuratlarini televizor orqali tomosha qilish naqadar maroqli bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana shu maroqni yana qayta his etishingiz mumkin. Buning uchun esa bizning manzilimizga suratlarni yuborishni davom eting. Yuboring. Marhamat. Yuboring. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda yana bolalar foto paradi sahifasi. Bugungi foto parad g'olibi kim bo'lar ekan? Buni hozir bir necha daqiqalar ichida bilib olamiz. Demak, 5-o'rinda Ma'murjonova Nuriyaxon. 4-pog'onada esa afsuski ismi bizga noma'lum bo'lgan bolakay egalladi. 3-o'rinda Aminov Annurbek. 2-pog'onada esa Abrorbek. Va nihoyat bugungi foto paradimizning mutlaq g'olibi go'zal, shiringina qizaloq Afruzaxon bo'ldi.
Aziz teletomoshabinlar, sizda ham fotoparada ishtirok etish istagi tug'ildimi? Unday bo'lsa, ekraningizda ko'rsatilgan Shirchoy muxlis Telegram sahifamizga bir-biridan ajoyib bo'lgan foto suratlar ketma-ketligini yuboring. Bugun 8-oktyabr, haftaning seshanba kuni. Bizni endigina tomosha qilayotgan aziz teletomoshabinlarimiz uchun ushbu sana haqida yana ayrim ma'lumotlarni yetkazamiz. Demak, bugun Eron milliy terma jamoasi tashkil topgan kun. Bilasizmi, mana shu terma jamoani tashkil topishi u yaxshi, lekin u jamoani qanday tarzda futbol o'ynashi, g'alabalarga erishishi menimcha eng muhimi. To'g'ri. Shu bilan birgalikda bugun munosib yashab o'tgan ustoz san'atkor O'zbekiston xalq artisti Po'lat Saidqosimov tavallud topgan kun 8-oktyabr. Nega men bog'ladinglar? Nima? Sen o'rnini Xorasan bilan siylida o'ylamiding, ha? Men boshqalarga o'g'irlik qilish mumkin, menga o'g'irlik qilish mumkin emasmi? Kim aytdi senga mumkin deb, ha? Qo'yinglar meni. Yaxshi ko'rgan nevarangizim ayamaysizmi? Yo'q. Joningiz achimaydimi? Achiydi, lekin ilojim yo'q. To'g'ri jazosini olish kerak, tushundingmi? Bo'pti, uring, o'ldiring. Nega qarab turibsiz? Uring, o'ldiring. O'rgatma. O'zim bilaman qachon urishni. Qilgirini qilib qo'yib, tilni bermaydi, tirmizak. Xayrli turmush tarzi, eng baxtli lahzalar, muhim hayotiy kechinmalar. Va ularning hammasida Shirchoy bor. Shirchoy bo'lgani ayni muddao. Endigi lavha esa siz aytasiz. Siz aytavering. Yo'q, men lavha nomini e'lon qildim. Shunaqa deysizmi? Unday bo'lsa, bonusiga video klip tomosha qilamiz. Marhamat. Kimni eshityapsiz, Robiya? Ozodbek Nazarbekovni. Yoqdimi? Yoshingizga mos narsa eshitsangiz-chi? Masalan, Jahongir Otajonovning ashulalari hozir ancha yoshlar bor. keling yaxshisi kim yoqishini siz aytasiz. Ozodbek Nazarbekov. Jahongir Otajonov. Ozodbek. Yo'q. Jahongir Otajonov. Ozodbek Nazarbekov o'zimizni milliy qo'shiqchimiz. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qilsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Yarim ko'nglim qani to'lsaydi, go'dak qalbim didor qilsaydi, sochlari oq xasta bo'lsa ham orangizda onam bo'lsaydi. Jahongir Otajonov. Yo'q, ashulalar uncha eshitmayman, lekin ma'noli ashulalar aytadi. Nimaga bitta plyus beraman anavi Nazarbekovga. Haligi mumtoz she'rlardan ham olib hozir anavi Boburni, nimalarni, g'azallarni kuy qilyapti, bu juda yaxshi. Jahongir Otajonov. Otajonov. Ozodbek Nazarbekov. Jahongir Otajonov. Ozodbek Nazarbekov. Jahongir Otajonov. Hammamizga. Jahongir Otajonov, baribir nomeradi. Jahongir Otajonov. Ozodbek Nazarbekov. Ozodbek Nazarbekov. Ozodbek Nazarbekov. Ko'rganingizdek, har bir san'atkorning o'zini va muxlisi bor. Kimga muxlislik qilish esa o'zingizga bog'liq. Rayhon. Bugun mana shu yerga kelayotganimda bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Qanday ma'lumot? Xorijlik bir erkakni oilasi buzilibdi. Juda ham bir ko'ngilni xira qiladigan ma'lumot. Xorijda kelisha olmagandir-da? Yo'q, xorijlik xorijda erkak, lekin ayol bu yerda ekan. Lekin umuman olganda hozir bunaqa ma'lumotlar soni ko'payib ketayotgani sir emas, Baxtiyor aka. Menimcha uy bekalarga hozir juda ham qiyin bu borada. To'g'ri, hammaga hozir qiyin. Hozir oson bo'lgan ishni o'zi yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin kim aybdor degan bir savol bor. Mana shu savolga javobni ko'ramiz. Marhamat. Marhamat.
Ehtiyojlar, ular bizni ne ko'ylariga solmaydi. Ba'zan o'z hayot tarzimizni o'zgartirib yuboradi. Ba'zan hayotimizni izdan chiqaradi. O'zing o'lib turuvding-ku. To'ydan oldin keliningiz bunday dedi, bunday dedi. Ana artist chaqiramiz, kabriolet mashin kerak. Ana u, mana u deb. Bir umr yiqqanimizni ham yeding. Bo'ynimizgacha qarzga ham botirding. Bo'lar ish bo'ldi. Dada, men Rossiyaga ishlagani ketaman. Pishirib qo'ygani yo'q. Ana Salim Naynov kapangado bo'lib qaytdi. Jo'ra tajangchi, kelib mashina oldi. Dada men bilan gaplashdim. Zavodda ish bor dedi. Ehtiyoj sabab bugun o'z oilasini tashlab xorijga ketayotgan erkaklar ko'plab topiladi. Aniqrog'i, ular o'z ehtiyojlarini qondirish uchun bor sharoitga qanoat qilmaydilar yoki daromadli mehnatga layoqatlari kamlik qiladi. Cho'poy qilamiz. Xo'p, mayli. Bu Shodmonni o'zini mashinasimi? Ha, o'ziniki. Bir oy bo'ldi, Moskvadan keldi. Kelishi bilan mashina oldi. Moskvada ishlab keldimi? Ha. Mehnat qilish huquqi hamma uchun kafolatlanadi. Biroq oilalilar uchun oilasidan uzoqroqda ishlash huquqi ayrim yo'qotishlarni yuzaga keltiradi. Moskvada nima bor-a? Mana shu hovlilar kimga qoladi? Mana bu yerlar, mana bu bog'lar kimga qoladi? Ana u mollarga kim qariydi? Bo'ldi, oyi. Gilosingni mevasini bozorda sotsang, bitta Nexia'ni puli chiqadi-ya, bolam. Bo'ldi. Birinchi yo'qotish. Oilada er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda sovuqchilik tushishi mumkin. Diydor va hamjihatlik aloqalarni doim mustahkamlab turadi. Er yoki xotin ehtiyoj sabab e'tiborni boshqalardan qidirishi mumkin. Bu esa oilalarni buzilishiga olib keladi. Kim bu? Mana shunaqa ekanda darrov tanimaslikka olasiz. Kimsiz? Hozir telefonni o'chiraman. Voy, men Zokirman, Zokir. Qaysi Zokir? Layloxon, mashinamda shaharga olib bordim-ku. Ha. Nomerimni qayoqdan oldingiz? Bir uchrashsak dedim. Nima? Layla, sizni ko'rsam ishlarim qizib g'alati bo'lib ketaman. Uyalmaysizmi shunaqa gaplarni gapirgani? Ikkinchi yo'qotish. Er-xotin qarashlari bir-biridan farqlana boshlaydi. Begona madaniyatni qabul qilgan erkak keyinchalik o'z umr yo'ldoshining qarashlaridan noliy boshlaydi. Dunyoqarashi mos bo'lmagan er-xotinlar esa ko'p janjallashadi. Dadasi qo'ysiz. Hamma yo'loy. Men seni yaxshi yomon gaplaringga chidadim. Roziman. Sen ham rozi bo'l. Dadasi qo'ying shu ishlaringizni. Yana bir baloni boshlab yurmang. Bo'ldi, tamom. Dadasi, qayting. Uchinchi yo'qotish. Farzandlar ota mehri va ota tarbiyasidan uzoqda yashay boshlaydi. Bu esa bola ruhiyatiga albatta o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bolalar otalarni sog'inmay qo'yadi. Ularga ma'naviy ehtiyoj sezmay qoladi. Axir farzandlarni ota-ona birgalikda tarbiya qilishidan ortiq baxt bormi? Bolam, deysan tilingda ming bor, qo'lingda dast ko'tara olmaysan. Kechirsa ham bir kun ayoling, sen o'zingni kechira olmaysan. Mana shu erkaklar bolalikdan ma'lum kasb yoki hunarga yo'naltirilganda edi. Kelajakda o'z oilasini garovga qo'yib ishlashga ketmasdi. E'tiborli bo'ling. Ayb befarq ota-onadami, ishlashga ketgan erkakdami, yolg'iz qolgan uy bekasidami? Baxtiyor aka, siz boya mamlakatlar ma'nosi haqida gapirgandingiz, Ha, to'g'ri. Bilsangiz, taomlarni ham o'z ma'nolari bo'lar ekan. Bilaman. Mana misol uchun shirguruch degani shirin guruch emas, balki sutli guruch degani. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Yana manti, manpar, lagman, ya'ni lag'mon so'zlaridagi man so'zi esa xamir degan ma'noni anglatar ekan. Voy. Shu man ishtaham ochilib, yana bitta jumla qo'shsangiz boshim aylanib, mana shu yerda shuncha ketib qolishi mumkin-da. Shuning uchun keling, undan ko'ra shirchoy minusiga navbat bera qolaylik. Mayli. Marhamat. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz Shirchoy oshxonasida spayt steak ovqatini tayyorlaymiz. Buning uchun ishni go'shtni qovurib olishdan boshlaymiz.
Mana bu go'shtimizni 5 daqiqa davomida qovurib oldik. Endi bunga ziravor va tuzni solamiz. Undan keyin suv va soyani aralashtirib qo'yamiz go'shtimizga. Ovqatimizni qovurib suvini quyib oldik. Endi tovani qopqog'ini yopib 5-6 daqiqa qaynatamiz. Ovqatimiz tayyor bo'lguncha biz ovqat bilan birga tortiladigan garnir tayyorlaymiz. Ishni masalliqlarni to'g'rab olishdan boshlaymiz. Mana masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Endi biz bunga soya va ziravorlardan ozgina beramiz. Masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Endi likopchamizni yana ham chiroyli turish uchun biz buni siqlab olamiz. Masalliqlarimizni siqlab oldik. Endi buni pishirish uchun listimizga terib duxovkaga qo'yamiz. Garnirimizni duxovkada 5 daqiqacha pishirib olamiz. Ovqat pishishiga ozgina qolgan vaqtda unga qaymoq qo'shib olamiz. Mana spet stekimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Sizlar bilan Kingdom Time sahifasi. Men Kingdom Education birinchi innovatsion o'quv markazida tahsil olmoqdaman va o'zimni unchalik ko'p vaqt olmagan bilimlarimni kundalik hayotda sinab ko'rmoqchiman. Qani ketdik. I'm sorry, a good girl. How clock is now? How clock? 5:20. 5:20. Okay, thanks. Thank you a lot. You are very welcome. Can I give some question to you? For TV program. Thank you. Yeah. How I go to the train under earth? You know, train runs. The metro. Yes. The metro. Metro? The metro. You know, metro. Yes. Yeah. Plan metro deyishar ekan. Why do you have the microphone? Okay, from here. 不会说吴语，谢谢。Forgive me, auntie, forgive me. Where is the train that goes under earth? Underground, not under earth. Where are you from? From Canada. Canada? Where are you from? I'm from Ethiopia. Ethiopia? Yes. Ethiopia? Yes. Do you know Ethiopia? I come from Switzerland. Switzerland? Yes. Excuse me, sir. Excuse me, ma'am. Where are you from? We are from Hungary. Are you hungry? I know the restaurant, very good restaurant over there. No, Hungary, the country, where you have big lakes and which is in the center of Europe. And are you hungry? Not at the moment, no. Okay. It's about confusions. Okay. Have a nice day. Magadir hammaga to'g'ri savol beryapman, lekin ular hech meni savolimni tushunishmayapti. O'ylash mumkin, ular boshqa ingliz tilida gapirishyapti.
Ana endi ingliz tilidagi murojaatlar to'g'risida ustozim Feruz Akbarovning fikrlarini eshitamiz. Ingliz zabon mehmonlarga gapirganimda hammaligi tushunmasdan uzoq vaqt nima gap nima haqida ketayotganligini bilmay turishdi. Buni sababi nimada? Buni sababi ingliz tilini odatda juda ko'p xatolar bilan gapirishadi. Masalan, birinchi lavhadagi savolga agar e'tibor bersak, good girl, what time is it deganda, masalan, inglizlar hech qachon yaxshi qiz soat nechi deb so'ramaydi. Bu albatta o'zbekcha fikrlash va o'zbek madaniyatidan kelib chiqqan holda shunchaki ingliz tiliga tarjima qilish bilan so'ralgan savol. Ingliz tilida qizlarga gap qanaqa otiladi unda? Masalan, ayol kishini, umuman qiz bolani turmush holatini bilmagan holda agar so'ramoqchi bo'lsangiz, excuse me miss, what time is it now desa bo'ladi. Diqqat! Ana endi viktorina savoli. Amerikada eng odatiy salomlashuv iborasi qanday? Javoblaringizni Instagram sahifamizda izoh tariqasida qoldirishingiz mumkin. Buning uchun mana bu manzilimizga murojaat qiling. Baxtiyor aka, Labbay. Bilasizmi, men mazali bir taomlar pishiriladigan oshxona ochmoqchiman. Shunga nima deysiz? Hazillashyapsizmi? O'zi bitta tuxum qovurish bilmaysiz, ham oshxona ochaman deysiz. Pishirilgan ovqatlaringizni bu kun yeb, mijozlaringiz oshqozoni buzilib kasal bo'lib qolsa-chi? Ha? Nima bo'ladi? Olgan narsalaringiz aynib qolsa bankrot bo'lasiz-ku. Ha? Nima bo'ladi? Shu taraflarni o'yladingizmi? Baxtiyor aka, sizga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Maslahat beryapman sizga. Siz o'ylab qiling ishingizni. Qadamlaringizni o'ylab bosing, xonmi? deydigan negativ odamlar hozir ko'payib ketgan. Bitta maslahat so'ragunu, qochib qol, mingta negativ yog'iladi. Ha, to'g'ri. Hozir ko'pchiligimiz agressiv bo'lib ketyapmiz. Bu gapingiz to'g'ri. Hozir Kalavani uchi sahifasida aynan shu mavzuda suhbatlashamiz. Keling, hayotga yorqinroq nigoh bilan qaraymiz, ha? Ha, mayli, bo'pti. Marhamat. Akrom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Nodira, tuzimisiz? Aha. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladikmi? Unda boshlaylik. Yes. Insonlar ruhiyatiga ta'sir etuvchi bosh omil insonlardir. Biz atrofdagilar hukmiga, munosabatlarga va qarashlarga ko'z yuma olmaymiz. Biz odamlarga qarab ish qilamiz. Nechta qo'y oldingiz? Bitta qo'z olgan. Ovozingizni o'chiring. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da. Mana shu odamlar bizni yo bor qiladi yoki yo'q. So'nggi paytlarda odamlarning xarakterida kuchli tanqidiy kayfiyat, negativ qarashlar kuchayib bormoqda. Senga kim pul uzatdi? Menmi yoki mana bu bolami? Siz uzatdingiz. Ana mana shu bolamam. Men uzatganimni tasdiqlayapti. Sen bo'lsang meni o'g'riga chiqazib, unaqa qilmagin, tavba degin bola. Ketdi. Hozir sizdan jo'natib yubordim-ku pulni. Voy bolam, bilmayman. Shu yoshga kirib aldamasalar kerak. Xullas men pul berganman. Boshqa narsani bilmayman.
O'zinglar kelishib olinglar qolgan. Hozirgi yoshlarga ham hayronsan. Mard bo'lib, buving teng keladigan odamga to'lab yubormaysanmi? Shunchalik mard bo'lsangiz, o'zingiz to'lab oling bu yuzga. Ayniqsa bu holatlar ijtimoiy tarmoqlarda yaqqol o'z isbotini topadi. Bu qanday holatlarda seziladi? Birinchi holat, odamlar boshqalarning tashqi ko'rinishiga, gap so'ziga, bajarayotgan xatti-harakatlarga keskin aralashishni boshladi. U tabiya o'g'limga munosib emas. Siz uni ko'rganmidingiz? Ko'rmasam ham bilaman-da. O'zi bukri, ko'zi g'ilay, tishi so'ylaq. La u to'rtaq bir balo qizdirdi. To'g'ri, befarqlikning oqibati yomonroq bo'lishi mumkin, lekin shaxsiy hayot tushunchasini hamma ham unutmasligi kerak. Ikkinchi holat, odamlar maslahat so'rashadi yoki o'zining quvnoq kayfiyatini ulashadi. Biroq evaziga boshqalarning haqoratlari va kamsitishlariga duchor bo'ladi. Uchinchi holat, odamlarning his-tuyg'ulari ustidan ommaviy masxaralash boshlandi. Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunday katta bir o'zgarishlar biz yoshlarni juda ham jo'shqinlantirdi. Kimdirning insonga yoki vatanga bo'lgan izhorlarini noshudlik va laganbardorlik deb qabul qilish kayfiyati paydo bo'ldi. To'rtinchi holat, tanganing bir tarafinigina ko'ramiz. Bittasi poraxo'r bo'lsa, demak hamma yoq korrupsiya. Bittasi qo'pol bo'lsa, demak hamma tarbiyasiz. Bittasi qovun tushirsa, demak hamma nodon. Biz bemalol insonlar shaxsiyati, ularning tashqi ko'rinishi va hatto yaqinlari haqida qaynoq fikrlay boshlaymiz. O'ylab ko'ring, tanqidsiz yashash qiyin, lekin ishonchsiz yashash undan ham qiyinroq. Balki atrofdagi biz norozi bo'lgan insonlarni tanqid bilan birga qo'llab-quvvatlashni ham unutmaganimizda edi, ko'proq natijaga erishgan bo'lardik. Alohida yo'llar bilan bitta manzilga yetib borish qiyin. Shunday ekan, ko'ngilni keng qiling. Adashganga tarsaki ravo ko'rdingizmi, boshini silashni ham unutmang. Agar siz kuchliroq bo'lsangiz, ko'maklashing. Bu xayrliroq. Maqsadimiz yomonlikni tanqid qilib, yomonlikni ulashish emas, shunchaki insoniy mehr, insoniy odatlarni saqlab qolishga undash. Biz sizga mehrimizni berishga, siz haqingizda qayg'urishga odatlanib bo'ldik. Ushbu odatlarimiz sizni shirchoy tomosha qilishga undayotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz. Rahmatlarning kattasi esa sizlarga aziz muxlislar. Kuningiz va umringiz xayrli o'tsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ko'rishguncha. Xayr. Hammaga rahmat. Chiroqlarni o'chiringlar, syomka ketdik. Sizlardan tushamiz. Yaxshi-da, odatlarimizdan bittasi. Odatimiz-ku. Keling.